Ayol qizlarimizda quruq yuzda ko'proq akne bilan muammo bo'ladimi yoki yog'li yuzdami? Albatta yog'li yuzda. Quruq yuzda erta ajin tushish holatiga moyil bo'ladi, kuzatiladi. Yog'li yuzda har xil toshmalarga va aknega moyil bo'ladi yog'li yuz. Chunki yog'li yuzda sebum ishlab chiqarish, ya'ni yog' ishlab chiqarilishi aktiv, kuchli bo'ladi. Shuni hisobiga ko'proq yog'li yuzda asosan akne ugri chiqadi. Yog'li yuzlilarga yog' ishlab chiqarilishini nazorat qilish kerak bo'ladi yuzda. Albatta домашний уход bir haftada bir marta enzimli pudra bilan tozalab, kislotalar, yengil kislotalar ishlatish tavsiya qilgan bo'lardim uyda va o'sha namlantiruvchi yaxshi krem, SPF krem обязательно, har xil sivrotkalar. Birinchi o'rinda yuzni tozalab yuvish har kuni. Ayniqsa makiyaj qiladigan qizlarimizda har kuni kechqurun yuzi micellarka bilan artib, keyin umvalka bilan yaxshilab yuvib, uni quritib, keyin o'sha uходовый vositalarni ketma-ketligida o'zini sivorotka, krem, kechqurun SPF surilmaydi, ertalab SPF qo'shiladi. Shu tarzda har kuni ertalab kechqurun домашний уход обязательно va bir haftada bir marta aytib o'tganimda o'sha enzimli pudra bilan yaxshilab yuvib tashlab, enzimli pudra yuzdagi yuza qavatidagi o'lik hujayralarni, kirlarni olib tashlaydi va undan ustidan toza yuzga yengil kislotali, kislotali, demak, домашний уходga to'g'ri keladigan kislotani surib, ustidan namlantiruvchi yaxshi krem surib uxlashga yotamiz. Agar sizni ham yuzingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, sanab o'tgan tavsiyalarimga amal qiling. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.